Viloyatimizda energiya resurslaridan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish borasida ishlar olib borilmoqda. Isrofgarchilikka chek qo'yish va sohada belgilangan maqsadli ko'rsatmalarga to'liq erishish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan. Ayni mavzuda mas'ul idoralar hamkorligida navbatdagi amaliy seminar tashkil etildi. Davlatimiz rahbarining 70-sonli farmoni mazmun mohiyatini keng tushuntirish hamda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan seminarda soha ekspertlari va mutasaddilari ishtirok etdi. Xususan, viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i, viloyat hokimi o'rinbosari hamda energiya samaradorlik agentligi xodimi tomonidan farmon doirasida tasdiqlangan maqsadli ko'rsatkichlar bajarilishi ahvoli atroflicha tahlil qilindi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, mazkur farmonga asosan viloyat bo'yicha elektr energiyasidan 150 million 800 ming kilovatt-soat, tabiiy gazdan esa 31 million 100 ming metr kub hajmda iqtisod qilish belgilangan. Olib borilgan tizimli tashkiliy texnik tadbirlar natijasida dastlabki ijobiy ko'rsatkichlarga erishildi. Joriy yil davomida elektr energiyasi bo'yicha reja 103% ga bajarilib, 36 million 700 ming kilovatt-soat tok tejab qolindi. Tabiiy gaz bo'yicha esa ko'rsatkich 123% ni tashkil etib, 16 million 600 ming metr kub zangori olov iqtisod qilinishiga erishildi. Seminarda erishilgan natijalar xotirjamlikka asos bo'la olmasligi alohida ta'kidlandi. Farmon talablari ijrosini uzluksiz ta'minlash maqsadida viloyat hamda tuman shahar shtablari tomonidan kunlik, haftalik va oylik nazorat qilish mexanizmi asosida zarur chora-tadbirlar belgilab olindi. Bugungi kunda viloyatimizda energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 29-apreldagi 70-sonli farmonlariga asosan viloyatimizda 158 million kilovatt-soat elektr energiyasi, 31,1 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilish rejalashtirilgan. Mazkur ko'rsatkichlarga erishish maqsadida viloyatimizda amalga oshirilgan tashkiliy texnik tadbirlar natijasida bugungi kunda elektr energiyasidan 103% ga va tabiiy gazdan 137% ga iqtisod qilishga erishildi. Shuningdek, bugungi tadbirimizdan ko'zlangan maqsad ham aynan o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 70-sonli farmoniga mas'ul bo'lgan idoralar bilan hamkorlikda har bitta vazifalarni to'laqonli bajarishga erishish hamda energiya tejamkorlik platformasiga ma'lumotlarni to'liq va o'z vaqtida kiritishga bag'ishlangan hisoblanadi. Bundan kutilayotgan natija esa Prezidentimizning yuqoridagi farmonlarida ko'rsatilgan maqsad ko'rsatkichlarga erishish va energiya samaradorligini oshirish hisoblanadi. Ishchi guruh a'zolari va soha mutasaddilariga mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Resurslardan oqilona foydalanish va tejamkorlik texnologiyalarini keng tatbiq etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki energiya xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Viloyatda bu boradagi nazorat va izchil tadbirlar davom ettiriladi.